Matbuot anjumani ikinchi qismini boshlaymiz. Bu galgi mehmonimiz Hardoy jamoasi bosh murabbiyi Shavkatjon Yusupov. Assalomu Shavkat aka, bugungi o'yin haqida fikringiz? Avvalo hammaga assalomu alaykum. Bugungi o'yinga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, jamoamiz mag'lubiyatga haqli bas edi. Superliga jamoasiga qarshi keraklicha qarshilik ko'rsatdik, bosh og'riq bo'ldik, vaziyatlar yarata oldik. Lekin yakunlovchi qismida bizga biroz tajriba yetishmadi, sovuqqonlik yetishmadi, omad yetishmadi. Shunaqa katta o'yinlar orqali tajribalar asta sekin keladi. Xudo xolasa mehnat qilamiz, to'g'rilaymiz. Xudo xolasa bu xatolarimizni bolalarga hammasiga katta minnatdorchilik bildiraman. Bugun borlarni berishdi maydonda, hech qaysi jabhada ular orqada bo'lishmadi, kurashishdi, oldiga intilishdi gol urish uchun. Biz vaqtni cho'zganimiz yo'q, faqat gol kiritish uchun hujumlar qildik. Aytib o'tganimdek, jicha omadimiz kelmadi. Darvozasi qarshisida so'nggi zarba beradigan nuqtagacha yetib bordik. So'nggi zarbani berishda jicha kamchiliklar bo'ldi. Shu sabab uchrashuvning oxirida qo'yib yuborgan golimiz ham rikoshet bilan kirib ketdi. Xorazm jamoasini g'alaba bilan tabriklaymiz. Fardu jamoasi bu mag'lubiyatdan kerakli xulosa chiqarib, Xudo xolasa tiklanib, keyingi uchrashuvlarga tayyorgarlikni boshlaymiz. Savollar bo'lsa. Boburbek Farhodov yana jarohat olgandek ko'rindi. Uni almashtirdingiz o'yin davomida. Shu haqida izoh bersangiz. Boburbek Farhodov umumiy olib qarasak, bugun yaxshi uchrashuv o'tkazdi. Bir qator vaziyatlar yaratishimizda katta ish bajardi. Shu jarohatni oldini olish niyatida uni almashtirdik. Bundan oldingi uchrashuvlarda hali optimal sport formasiga kirgani yo'q. Shu sabab unga shu yetarli vaqt berilganida shu vaqt davomida almashtirdik. Jamoangiz oldiga O'zbekiston Kubogi musobaqasida qanday vazifalar qo'yildi? Jamoamiz oldiga O'zbekiston Kubogida shu guruhdan chiqib, iloji boricha yuqoriroq chiqish vazifasi qo'yilgan. Bizda hali imkoniyatimiz bor. Kurashda davom etamiz. Qurolga baslarda Zargazov harbasida asosiy tarkibda tushayotgandi. Bugun kubok o'yinida zaxirada qoldirdingiz. Bu bahsga qo'shilgandan so'ng ikkinchi qavatda hujumlar xavflilik tus oldi. Asosiy sababi nima bo'ldi zaxirada qoldirishingizga? Xo'p, Rizayevni zaxiradan chiqarishim sababi deyarli barcha uchrashuvlarda asosiy tarkibda to'liq harakat qildi. Boburbek Farhodovda unda xohishi bor edi, emotsiyalari bor. Xo'p, ham u kamroq o'yin o'tkazgan hisobiga unda qanday tushuntirsam, tetikroq edi o'yinga bo'lgan holati. Shu sabab shu ishni qildik. Bormi savollar? O'zbekiston Kubogi musobaqasidan kelib chiqib, o'tgan o'yindan ko'ra, o'sha oxirgi Pro Ligani oxirgi o'yindan ko'ra bugun anchayin rotatsiyalar qildingiz. Masalan, jamoaga ko'rdik Shohruh Yoqubjonov qaytganini. Aynan Boburbek Farhodov, Mahram Abelbazov. Ular to'liq tiklandimi, o'yinga tayyormi? Xo'p, Shohruh Yoqubjonov jarohatdan chiqib, yaxshi o'yin o'tkazdi. Maydon markazida o'zini tirishqoqligi bilan, sovuqqonligi bilan yaxshi harakat qildi. Mahram Abelbazov ham xuddi shunaqa deyarli sport formasida, lekin baribir ozgina kamchiliklari bor. O'yindan o'yinga Xudo xolasa optimal sport formasiga tiklab olsak, yana ham jamoamiz oldida xavfli vaziyatlar yaratishda yordam beradi. Boburbek Farhodov ham, Mahram Abelbazov ham. Bir nechta Pro Liga klublari Superliga jamoalaridan ustun kelishdi. Bugun sizni ham jamoangiz raqib bilan tengma-teng o'ynadi.
Hattoki ayrim vaziyatlarda ustunlik ham qildi. Shu tasodifiy avtogol tufayli jamoa yutqazib qo'ydi. Umumiy kubok o'yinlarini kuzatib boryapsiz. Shu o'yinlar haqida fikringiz? Xo'p, jamoamizni oldingi uchrashuvlari bilan bugungi raqibni solishtiradigan bo'lsak, o'zimizdan yuqori ligada bo'lgan jamoalarga qarshi, katta jamoalarga qarshi yigitlarimizda ishtiyoq boshqacha, o'yinga bo'lgan nastroylari boshqacha. Xudo xolasa shu nastroylarni Pro Liga jamoalariga qarshi ham harakat qilyapmiz, olib chiqib olgani. Buni ustida ish olib boryapmiz. Xudo xolasa buni ham to'g'ri yo'lga qo'yib olamiz degan umiddamiz. Qolgan Pro Liga jamoalarini ham uchrashuvlarini ko'rdik. Super Liga jamoalaridan g'alaba qozonganlari bor, durang o'ynagani bor, mag'lub bo'lgani bor, lekin Pro Liga saviyasi ham o'sayotganini bu uchrashuvlar orqali ko'rsak bo'ladi. Bugun biz ham Xorazmga qarshi o'ylaymanki, bir kalla past Pro Liga jamoasida qilib, shu Super Liga saviyasiga yaqinroq bo'lgan o'yin ko'rsatdik. O'ylaymanki, tomoshabob o'yin bo'ldi. Bizda ham vaziyatlar bo'ldi, Xorazmda ham vaziyatlar bo'ldi. Omad Xorazmga kulib boqdi. Jamoa aytganingizdek yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Oldingi o'yinlarni tomosha qildik. Vaziyatlar imkoniyatlar bo'lyapti, lekin natija biz kutgandek bo'lmayapti. Bilamiz, jahon chempionati boshlangan payt bolada tanaffus bo'ladi. Ushbu tanaffus paytida jamoada qanday o'zgarish va yangiliklar amalga oshirmoqchisiz? Endi Xudo xolasa oldin u jahon chempionati davrigacha Xudo xolasa yetib olishimiz kerak. Ungacha bo'lgan uchrashuvlarimiz bor. Shu uchrashuvlarda o'ynab, o'zimizga kerak bo'lgan natijalar qo'lga keltirsak, Xudo xolasa unga qarab ish ko'ramiz. Savollar tugagan bo'lsa, hammaga rahmat. Sizga ham rahmat.